ekan, yaxshimisizlar. Men Safarбек Jamshid Saidullo o'g'li Ko'chirchi viloyati Toshkent viloyati Ko'chirchi tumani Suri mahallasida turaman. Hozirgi kunda men mashinam yili 69, 50 yilda o'tib ketgan, utilizatsiyaga tushgan. Nomerlarim olib qo'ygan. Dadam yo'q, oilaliman. Onam ishlamaydi. Shu oilamni shu mashina bilan boqaman. Hech qayerda o'qimaganman, ma'lumotli emasman. Mashinani o'zi 1 oy qolgandi mana, 1 oy uni ham bermadi mana arendani. Mashinam Xudoga shukr yaxshi, hamma turmushi zo'r. Texnik holati yaxshi. Kreditimiz bor uyda, to'y qilganmiz kredit olib. Kredit to'lanmagan hali. Iltimos endi shu qonunni bekor qilishni so'rayman. Xalq qiynalyapti to'g'risi. Bu eski mashina boylarda bo'lmaydi. Faqat shu eski mashina kimda bo'ladi? Shu kambag'allarda bo'ladi. Shuni olib, yamab pul yo'qligidan shu eski mashina olib haydaydi hamma. Kambag'allarda bo'ladi, boylarda bo'lmaydi. Bunaqa eski mashina. Shu kambag'allar 1-2 bo'lsin deb shu eski mashinadan boshlayapti hammasi. Endi men ko'tarilamiz, yaxshi bo'ladi deganda, mana shu qonun chiqib to'g'risi hammamiz shu qiynalib qoldik. Ancha xalq qiynalyapti mana shu.